هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Saba tefsiri 43. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvene diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Saba suresi 43. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ulağa bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilganda ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Hamda ular bu faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kofirlarga haqiqat yetib kelganda ular bu faqat op-ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgiri ularga hech qanday payg'ambarmi avatkinimiz yo'q. Ulardan ilgiri o'tganlar haqni inkor qilgan, ular ya'ni Makka kuffarlari, ular ya'ni ilgirkilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1gimi erishmagan. Ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qanday bo'ldi? Kafirlarning payg'ambarlar to'g'risida aytganlari va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda kafirlarning qattiq azob uqubatga tegishli ekanligini xabar qiladi. Chunki ular Alloh taoloning ro'shan oyatlari payg'ambari Muhammad alayhissalomning tili orqali o'qib berilganda uni yengillik his qilishib anglaydi va ular bu faqat sizlarni ota-bobonglar cho'qingan butlarga cho'qinishdan to'smoqchi bo'lgan odamdir deydi. Ya'ni ular ota-bobolarining dinini haq din, Muhammad alayhissalom o'zlariga elib kelgan dinni botil din deb qaraydi. Ular va ularning ota-bobolari Alloh taolaning rahmatidan yiroq qilinsin. Hamda ular bu Qur'on faqat to'qilgan yolg'on so'zdir deydi. Kafirlarga haqiqat yetib kelganda ular bu faqat op-ochiq sehrdir dedi. Ularga o'qiydigan hech qanday kitoblarni ato qilganimiz yo'q. Senden ilgiri ularga hech qanday payg'ambarmi avatkinimiz yo'q. Ya'ni Alloh arablarga Qur'ondan ilgiri biror kitobni nozil qilmadi. Ham Muhammad alayhissalomdan ilgiri ularga biror payg'ambarmi avatmagan edi. Ular uni orzu qilib, agar bizga biror payg'ambar kelsa yoki bir kitob nozil qilinsa, biz cho'qim boshqalarga qaraganda texmi hidoyat topgan kishilardan bo'lar edik deyshadi. Alloh ularning bu orzusini ishga oshirganda ular payg'ambarni inkor qildi. Uningdan tandi va uning bilan qarshilashdi. Ulardan ilgari o'tganlar, ya'ni ilgariki ummatlar haqni inkor qilgan. Ular ya'ni Makka kuffarlari, ular ya'ni ilgarikilar erishgan kuch-quvvatning 10dan 1gimi erishmagan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz ularni, ya'ni Ad qavmini pul, mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonish uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dab'i qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgarikilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Bulardan ularning soni ko'p edi. Zaminda kuch-quvvat ve yadikarlıkla yani öy imaret cihette buladın üstün idi. Yani şula Allah Teala'nın azabını tosup kalalmadı.
balki Alloh taolo ularning Alloh taolaning payg'ambarlarini inkor qilganliklari uchun halok qildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ular mening payg'ambarlarimni inkor qildi. Ularga mening jazoim qandoq bo'ldi? Ya'ni mening payg'ambarlarimga bergan yordamlarim, kofirlarga bergan jazoim qandoq ekan? Aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Sizlar ilohlik uchun ikkidan yoki birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka alda haqni tilanglar. Ondan fikir yurgizinglar. Hamrohlaringlarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Kafirlarning Muhammad alayhisalomga sarang deb choplagan tuhmati to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni majnun deb jo'ylagan shu kafirlarga aytqinki, men sizlarga bir ishni tavsiya qilaman. Ya'ni sizlarni bir ishga buyurayman. Bu ish sizlar ilohlik uchun ikkidan yo birdan turinglar. Ya'ni Allohning roziligi uchun yig'ilib yoki yakka holda haqni tilanglar. Ya'ni sizlar nafs xohishinglarga berilmasdan, o'z fikringlarda ching turib olmasdan Alloh taolaning roziligi uchun xolis holda yig'ilib yoki yolg'iz turinglar. Ondan ba'zinglardan Muhammad rost majnunmi yoki emasmi degan masala ustida haq maydonda turib so'ranglar. Ba'zinglarga samimiy bo'linglar. Ondan fikir yurgizinglar. Ya'ni har bir ajam Muhammad alayhisalom haqida muloyiza qilib o'ziga qarasin. Agar u biror narsa tushunolmasa, boshqa kishilardan so'rasin. Hamrohinglarda, ya'ni Muhammadda hech majnunlik yo'q. Faqat u qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidir. Imom Buxoriy bu oyat haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom Safa tig'ining ustiga chiqib, "Ey Sabah" deb to'ldi. Quraysh ahli uning yiniga yig'ilib, "Sana nima bo'ldi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Sizlar aytib beqinglar-chu, agar sizlarga dushmanlar atiganda yoki oqshomda ustinglarga bostirib keladi deb xabar qilsam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular, "Albatta ishonamiz" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Men haqiqatan qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Abu Lahab, "Qo'ling qurib ketsin. Bizni mushi ish uchun yig'dingmi?" dedi. Shuning bilan Alloh taolo Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amalda qurib ketdi degan oyatni nozil qildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taoloning bu vaqtda yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirg'in degan oyatining tafsirida tafsiliy bayon qilingan edi. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Alloh hamma narsani kuzatib turguchidir. Aytqinki, Rabbim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Alloh g'aybni tamoman bilguchidir. Aytqinki, haq, ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asliga keltira olmaydi. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgadir. Agar hidoyat topsam, bu Rabbimning menga vahiy qilgan Qur'onning sababidandir. Alloh haqiqatan anglab turguchidir, yaqindir. Dinni yetkazganligim uchun sizlardan hech qanday haq talab qilmayman deganlik to'g'risida. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomni mushriklarga mundaq deyishga buyurdi.
Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ya'ni g'olib va buyuk Allohning amri farmonlarini sizlarga yetkazganlikim, sizlarga va'z nasihat qilganlikim, sizlarni Alloh taologa ibodat qilishga buyurganlikim uchun sizlardan haq yoki pul mol talab qilishni xohlamayman. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Ya'ni uning savobini faqat Allohning huzuridan tilayman. Allah hamma narsani kuzatib turguchidir. Ya'ni Allohning meni sizlarga payg'ambar qilib avatishi sizlarning nimaga cho'qinayotganliginglar, mening Allohning amr farmonlarini yetkazganlikim qatorliq hamma ishlarni bilib turguchidir. Aytqinki, Rabbim haqiqatan haq orqali botilni otadi. Ya'ni pokitni ro'shan bayon qiladi. Allah g'aybni tamoman bilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah o'z hukmi bo'yicha bandalaridan xohlagan odamga vahiy tushirdi. Ya'ni Alloh taolo zimin ahlidan xohlagan bandasiga Jibrilni vahiy bilan avatidi. Alloh taolo g'aybni tamoman bilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi hech qanday bir narsa Alloh taolo uchun maxfiy emasdir. Aytqinki, haq ya'ni islom keldi, botil yo'qoldi. Ya'ni Alloh taolo tarafidan islomdan iborat buyuk shariat keldi. Botil asta-asta yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asli keltira olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qtidi. Botil nagahan yo'qoladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom Makka fathi bo'lgan kuni Haram masjidiga kirib, Ka'baning atrofida tiklaklik turgan butlarni o'qiyasining bir uchi bilan noqib turib, haqiqat ya'ni islom keldi. Botil ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Aytqinki, haq ya'ni islom keldi. Botil yo'qoldi. Botil biror maxluqni paydo qila olmaydi. Yo'qolgan biror maxluqni asli keltira olmaydi degan oyatlarni o'qigan edi. Buni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmizi va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Aytqinki, agar ozsam, ozg'anligimning ziyni o'zimgidir. Agar hidoyat topsam, bu Rabbimning menga vahiy qilgan Qur'onining sababidandir. Ya'ni barliq yaxshilik Alloh taolaning dargohidan, g'olib va buyuk Alloh nozil qilgan vahiydan va ro'shan haqiqat Qur'on Karimdan keladi. Qur'onda hidoyat va to'g'ri yo'l ochiq bayon qilingandir. Kimiki ozidi ekan, u faqat o'zi ozgan bo'ladi. Bu masala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning o'zidan so'ralgan ma'lum masalaga bergan buni javobi o'xshaydi. Men bu masalada o'z ko'z qarashimni o'tirib qo'yman. Agar aytganlarim to'g'ri bo'lsa, bu Alloh taolaning men ato qilgan fazlidir. Agar xato bo'lsa, u mening xatoliqim va shaytonning meni azdirganligidir. Alloh va uning payg'ambari mening aytganlarimdan ado judadir. Subhanalloh. Allah haqiqatan anglab turguchidir, yaqindir. Ya'ni Alloh taolo bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, yaqindir. Agar uningga duo qilsa, duo qilguchining duosini ijobat qiladi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubhisizki, sizlar gaz yoki yo'q narsani chaqiryapmaysizlar. Sizlar duoyinglarni anglaydigan, sizlarga yaqin va duoyinglarni ijobat qiladigan Alloh taoloni chaqiryapsizlar. La ilaha illalloh. Agar sen ayni vaqtda ularning qo'rqib qochadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga ilib berilishi uchun mahshargohga yaqin joyda turayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'rasan. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandaqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi?
Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'solg'i paydo qilindi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalari ustida dunyodagi chaqlarda cho'nqur shakda edi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sen qiyomat kuni payg'ambarlarni inkor qilganlarning qochadigan, panolanadigan, yo'shirinadigan yer topolmayotganligini, do'zaxga elib berilish uchun mahshargohga yaqin joyda turayotganligini, ya'ni ularga qochishga imkoniyat berilmayotganligini, balki dastlabda qabrlaridan chiqishig'ila tutilayotganligini ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rasan. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ya'ni qiyomat kuni ular Alloh taologa, uning farishtalariga, kitoblarga va payg'ambarlarga iymon etdik deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar sen gunohkorlarning Robbining dargohida başlarını sangıltıp turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rgan bo'lading. Ular aytadi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. La havla va la quvvata illa billah. Ular qandaqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi? Ya'ni iymonni qo'lga keltirish ular qandaq mumkin bo'lsin? Ular iymonni qabul qilishga buyurilgan o'rin bo'lgan bu dunyodan yiroqlab oxirat yurtiga kelib bo'lgan bo'lsa, oxirat yurti hargiz sinash yurti emas, balki mukofotlash va jazolash yurtidir. Agar ular dunyodagi chaqlarda iymon etgan bo'lsa, u iymonlari ularga albatta manfaat qilgan bo'ladi. Lekin ular oxirat yurtiga kelib bo'lganligi uchun ularning iymonini qabul qilishga hech bir yo'l yo'qdir. Bu xuddi biror narsaga erishish uchun uningga yiroqdan qo'l uzatgan odamning u narsani qo'lga keltirish uchun hech bir amal qila olmaganiga o'xshashdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Zuhriy mundaq deydi: ular dunyodan ayrilgan bo'lsa, ular oxiratda turib iymonni qo'lga keltirilishi qanday mumkin bo'lsin? Hasan Basri mundaq deydi: shak shubhisizki ular ishni uning erisholmaydigan yerdan, ya'ni iymonni yiroq joydan qo'lga keltirishni talab qildi. Ular ilgari uni, ya'ni payg'ambarni inkor qilgan edi. Ya'ni ular dunyoda haqiqatdan tangan payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan bo'lsa, ular oxiratda iymonga qandoqmi erishsin? Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. Ular g'ayb ishlari ustida yiroq joydan qarisiga so'zlaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi: bu butunlay asossiz qarisiga aytilgan so'zdir. Ular ba'zida payg'ambarni shoir desa, yana ba'zida kohin deydi. Ba'zida uni sehrgar desa, yana ba'zida majnun degandek qalaymaqon so'zlarni qiladi. O'lgandan keyin qaysi tirilishni va qiyomatni inkor qiladi. Ular qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin emas deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz degan so'zlarni qiladi. Mujohid va Qatada mundaq deydi: ular gumoni bo'yicha jannat va do'zax degan narsa yo'q deb jar soladi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasidagi to'solg'i paydo qilindi. Jannatga kirish orasida to'solg'i paydo qilindi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida, ya'ni ular bilan ularning arzu qilgan narsalari orasida bu dunyoning
boyliqlari, baxt saodatlari va xotin bolalari orasida to'salg'i paydo qilindi deb tafsir qildi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. ibn Umar, ibn Abbas va Rabi' ibn Anas radhiyallohu anhumlardan mushundaq rivoyat qilingan. Imom Buxoriy va bir turkum olimlarmi bu qarashni ta'kidlagan. Iymon etib gunohlariga tavba qilishlari bilan dunyoning boyliqlarini arzu qilishdan iborat bu ikki arzuning orasida hargizmi zidlik yo'q. Chunki ular bilan ularning dunyodagi arzulari orasida va ularning oxiratdan talab qilgan narsalar orasida haqiqatan to'salg'i paydo qilindi va u arzularga yetish cheklandi. Ularga ilgari ularga o'xshashlarga qilingandek qilindi. Ya'ni ularga ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarga qilingandek qilindi. Ilgari o'tganlarga Alloh taolaning azobi kelgan chaqda iymon etsaqkan deb arzu qilishgan, lekin ularning bu arzusi qabul qilinmagan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik. Biz burun Allohga shirik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kofirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Chunki ular hozir iymon keltirgan narsalar ustida dunyodagi chaqlarda cho'nqur shakda edi. Shuning uchun ularning azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan chaqda aytgan iymon qabul qilinmadi. Qatada bu vaqtda mundaq dedi: shak keltirishdan saqlaninglar. Kimiki shak ustida o'ladigan, qiyomat kuni u shak ustida teriladi. Kimiki haqiqiy ishonch ustida o'ladigan, u qiyomat kuni haqiqiy ishonch ustida terildiriladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Saba'ning tafsiri oxirlashdi. Pok va yuksak Alloh to'g'ri aytishda muvaffaqiyat ato qiluvchidir. Kelar qitimda sura Fatir tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.